Dunyoni mas'ullar boshqaradimi? Va musulmon inson mas'ul bo'la oladimi? O'z davrining islom olimlaridan ham mas'ullar chiqqanmi? Rostmi shu gap? Va Qashqarlar makoni serialidagi mas'ul guruhlar, yig'ilishlar haqiqatda bormi o'zi u aslida? Bor gapmi bu? Gitler va Saddamni mas'ullar bilan aloqalari qanday bo'lgan? Jek Chittak filmidagi dengiz qaroqchilarining suyakli bayrog'i mas'ullarga tegishlimi? AQSh dollaridagi ko'z rasmi nimani anglatadi? Bugun bularning barchasi to'g'risida batafsil to'xtalib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda Qashqarlar makoni serialidagi ana o'sha mas'ullar yig'ilishi haqida biroz to'xtaladigan bo'lsak, Turkiyada bo'lib o'tgan yoki boshqa diyorlarda bo'lib o'tgan mas'ullar yig'ilishiga u haqiqatda bormi yoki yo'qmi? Albatta bu sizni ham qiziqtirsa kerak. Keling, mana shu narsani Turkiyadagi mason lojasining rahbari Remzi Sanverni o'zini so'zidan eshitamiz. Remzi Sanver Turkiyadagi masonlarning rahbari hisoblanadi. Mason lojasining bir tashkilotining rahbari hisoblanadi. Uni aytishi bo'yicha masonlikda bir markaz degan tushuncha yo'q. Xuddi papalik, xristianlikda bitta papalik bor, hamma unga bo'ysunadi. Xuddi shunaqa masonlikda bir markaz yo'q, u hamma unga bo'ysunadigan. Ya'ni Qashqarlar makon serialida bilgan bo'lsangiz, ma'lum bir insonlar to'planadi dunyoning har yeridan va ular dunyoni boshqaradi yoki bo'lmasa ta'sirlari juda ham kuchli. Remzi Sanverning fikri bo'yicha bunday masonlar mavjud emas, ya'ni bir markaz yig'iladigan, katta kuchga ega bo'lgan masonlar yo'q. Fransuzlarning masonlari alohida, Britaniyaniki, Amerikaniki alohida, Turkiyaning masonlari alohida. Hammasi mustaqil deb aytib o'tgan Remzi Sanver o'zini intervyusida. Va yana shu to'g'risida to'xtalib o'tadiki, biz Turkiyadagi masonlarga kimlar qabul qilinadi deydigan bo'lsa, birinchi navbatda Xudoga ishonadigan insonlar bo'lishi kerak va axloqi go'zal, axloqli bo'lishi shart. Uchinchisi va ayol kishi bo'lmasligi kerak. Ayol kishini biz mason sifatida o'zimizga qabul qilmaymiz deydi. Yana o'z navbatda shuni ham aytib o'tish kerak. Remzi Sanverning aytishi bo'yicha Ramazon paytlarida majlislar, mason majlislari ertaroq tugatilar ekan, ya'ni masonlar ana o'sha iftorlikka kech qolmasliklari tufayli. Ya'ni Turkiyadagi masonlarning ko'pi demak bu yerda musulmon ekanligi kelib chiqadi. Remzi Sanverdan aynan nima uchun masonlikni tanlagansiz deb so'rashgan paytida Remzi Sanverning aytishi bo'yicha meni maqsadim masonlikdagi ijtimoiy xayrsevarlik, aqlli insonlar bilan birga bo'lgan suhbatlar va falsafiy tushunchalar, Xudoni topishdagi yo'llar, Xudoni topishdagi falsafiy tushunchalar meni qiziqtirib qo'ygan, shu sababli masonlikka kirganman deb Remzi Sanver shu so'zlarni aytib o'tgan. Xo'p, Remzi Sanver bu gapidan albatta xulosa qilishga shoshilmang. Albatta bu videoni nima bo'lsa ham oxirigacha ko'ring va oxirida masonlar to'g'risida aniq bir tushunchaga ega bo'lasiz yoki aniq bir xulosa qila olsangiz bo'ladi. Faqatgina Remzi Sanver shunday dedi, ya'ni Turkiya masonlik lojasining rahbari shunday ekan, demak xayrsevar guruh ekan deyishga shoshilmang. Albatta bu videoning oxirida bu ma'lum bo'ladi, ya'ni bir xulosaga kelsangiz bo'ladi. Masonlik bu zamonaviy davrlarda shakllangan, axloqiy mukammallikka intilishni o'z oldiga maqsad qilgan, global miqyosda faoliyat yurituvchi, maxfiy va ko'p hollarda sirli bo'lgan harakatdir. U o'ziga xos mistik marosimlari, ramziy belgilari tizimi hamda qadimiy urf-odatlariga asoslangan an'analari bilan ajralib turadi. Masonlar o'z yig'inlarini loja deb ataluvchi maxsus majlislarda o'tkazishadi. Bu joylarda ular falsafiy va ruhiy mavzular, dunyodagi tartib va hodisalarning mohiyati, inson va Xudoning o'zaro munosabati kabi chuqur masalalar ustida fikr almashadilar. Masonlar o'zlarini qanday ta'riflaydi deydigan bo'lsangiz, misol uchun har xil mason lojalari bor dedim, ya'ni guruhlari bor dedim. Fransuzlar, nemislar va boshqa Amerika masonlari bor. Misol uchun fransuz lojalari o'zlarini xayrsevar deb ta'riflaydilar. Ya'ni biz falsafiy va taraqqiyotga intiluvchi xayrsevar tashkilotmiz deb o'zlarini ta'riflaydilar. Ularning asosiy maqsadi haqiqatni izlash va axloqiy poklanish deyishadi. Britaniyadagi mason lojalari esa o'zlarini dindan mustaqil, siyosatdan xoli,
xayrsevarlik va birodarlikka asoslangan tashkilot deb ta'riflashadi. Mas'ullik harakati demak o'zlarining fikri bo'yicha demak xayrsevarlikka asoslangan deyishadi. Hozir esa mas'ullarning ilk tarixi, qayerdan boshlanish tarixi haqida to'xtalib o'tamiz. Mas'ullarning fikri bo'yicha ularning tarixi albatta Odam alayhissalomga borib taqaladi. Ya'ni mas'ullar Odam alayhissalomdan beri bor deyishadi. Lekin ularning fikri bo'yicha umumiy bitta afsona bor. Bu afsona albatta Sulaymon alayhissalom davrida bo'ladi. Hiram ismli bir quruvchi, inshootchi bir inson bo'ladi. Bu Hiram inshootchi, ya'ni quruvchi bo'ladi. Asosan quruvchilik bilan shug'ullanadi va Sulaymon alayhissalom ibodatxonasini ana o'sha Hiram quradi. Va ana shu davrda Hiram o'ziga 3 ta o'quvchi shogirdi bor edi. Va ana shu 3 ta shogirdiga mana shu quruvchilik sirlarini o'rgatadi. O'quvchilar ancha yil, ya'ni shogirdlar ancha yil uni oldida bo'lgandan keyin mana shu quruvchilik sirlari, koinot sirlari haqida qiziqishni boshlaydi va undan mana shu maxfiy sirlar, maxfiy so'zlar haqida so'rashni boshlaydi. Ya'ni Hiram, ya'ni ularni mas'ullarning fikri bo'yicha mana shunday maxfiy sirlarni bilgan inson sifatida gavdalantirishadi va shogirdlar mana shunday sirlarni bilishni xohlaydi, lekin Hiram buni oshkor qilishni xohlamaydi, ya'ni sirlarni bekitadi. Natijada ana o'sha 3 ta shogird bu Hiramdan nafratlanib ibodatxonada uni o'ldirishadi. Qanday o'ldirishadi deysizmi? Albatta buni ham hikoyasi bor. Birinchi shogirdning qo'lida sirkul bo'lgan holatda oldida Hiram, ya'ni ustozi, ana shu sirkul bilan Hiramni jarohatlaydi. Sirkulni tiqib va Hiram undan qochadi, eshik tomon qochib chiqib ketmoqchi bo'ladi. Ibodatxona eshigi tomon yugurib ketayotgan paytda ikkinchi shogirdi uni kutib turgan bo'ladi. Ikkinchi shogirdining qo'lida esa chizg'ichga o'xshagan, ugolnikka o'xshagan narsa bo'ladi. Ana shu bilan Hiramni urib jarohatlaydi, ya'ni shikastlaydi. Hiram ikkinchi shogirdidan ham amallab qutulib qochib ketishni xohlaydi. Boshqa eshik tomon harakatlanish boshlayotgan paytida ana shu eshik oldida uchinchi shogird kutib turgan bo'ladi. Uchinchi shogirdning qo'lida esa taxtali bolg'a qo'lida bo'lgan bo'ladi va Hiramni boshiga urib, Hiramni o'sha yerda o'ldiradi. Shogirdlar esa uni hech kim bilmasin, asosan Sulaymon alayhissalom bilmasin deb uzoq-uzoqqa ko'mib yuborishadi. Uzoq-uzoqqa ko'mib yuborishadi. Va ana o'sha mas'ullik ramzlari mana shu voqeadan kelib chiqqan. Ya'ni bilgan bo'lsangiz, sirkul bu mas'ullik alomati hisoblanadi. Ana o'sha hikoyadan kelib chiqqan sirkulning ramz sifatida kelishligi. Va bolg'a bu ham va o'z navbatida chizg'ich, uchburchakli chizg'ich, bu ham mas'ulliklarni belgisi, alomati hisoblanadi. Ana shu voqeadan kelganligi uchun uni belgi sifatida, ramz sifatida mas'ullar o'ziga qabul qilib olgan. Va bu voqea natijasi nima bo'ladi? Sulaymon alayhissalom Hiramni qidirishni boshlaydi. Juda ham mashhur inshootchi, kerak, zarur inshootchi. Sulaymon alayhissalom buyruq beradiki, nima bo'lsa ham menga Hiramni topib kelinglar deyshadi va qidirishlar natijasida uni qabrini topishadi. Va qabrining ustidan esa akasiya guli, ya'ni akasiya guli o'sib chiqadi va akasiya guli ham o'simligi ham, akasiya o'simligi ham mas'ullarni bir ramzi sifatida qabul qilinadi, chunki ana o'sha Hiramni ustidan ana o'sha gul o'sib chiqqan akasiya guli shu sababli bizni ramzimiz deb qaraydilar mas'ullar. Mas'ullarning ramzlariga keldik va yana o'z navbatida mas'ullikning yana bir ramzlaridan biri bu o'sha bosh va ikkita suyak. Qaroqchilarni ko'proq, qaroqchilar kinosida ko'p ko'rgansiz, qaroqchilarni bayrog'i sifatida aks etadi. Bu aslida mas'ullarni belgisi hisoblanadi. Mas'ullarning ramzi hisoblanadi. Qaroqchilarga qanday o'tib qoldi desangiz, buni ham o'ziga yarasha hikoyasi bor. Ana o'sha davrlarda, o'rta asrlarda Yevropada mas'ullar albatta shunaqa o'rta asrlarda Yevropada mas'ullar asosan mashhur. O'rta asrlarda Yevropada mas'ullar asosan, mas'ullarning mantig'i bo'yicha asosan qiymatli, ya'ni mashhur va obro'li ishni qilishgan. Va ya'ni mas'ullar u davrda devor ishchisi bo'lishgan, ya'ni devor qurishgan, quruvchi bo'lishgan. U davrda o'rta asrlarda devor quruvchisi degani bu juda ham martabali, ya'ni xuddi hozirgi kundagi aytishnik yoki bo'lmasa aytishniklar davri o'tdi, mayli sun'iy intellektchi yoki mana shunday zamonaviy robot texnikachi degan zamonaviy bir kasb egasi deb hisoblangan. U davrda devor
qiluvchilar, ya'ni devor yasovchilar, devor quruvchilar. Nimaga deysizmi? Chunki o'rta asrlarda Yevropada feodallar ko'payadi, ya'ni shohlar yerlarni viloyatlarga o'zlarini lordlariga, yordamchilariga tarqatib tashlagandan keyin, viloyat bo'lib ketgandan keyin viloyatlar hammasi o'ziga o'zi mustaqil, feodal. Mustaqil bo'lgandan keyin boshqa viloyatlar ularga hujum qilish ehtimoli bor, ya'ni o'zlarini himoya qilish kerak. Himoya qilish qanday himoya qilishadi? Ya'ni uzun devorlar qurdirishga majburlar o'zlarini yerlariga. Katta viloyat yerlariga devor qurdirish kerak. Mana shunday holatda devor ustalari juda ham muhim kasb etadi va mana shu devor ustalari aynan mas'ullar bo'ladi. Demak, bir feodalning yeridan ikkinchi feodal yeriga borgan devor quruvchi tabiiy holatda josus bo'lishi mumkin degan qo'rquv yuzaga kelgan. Va shu sababli ham aynan devor quruvchi mas'ullar uchun alohida bir ramz, ya'ni xuddi pechatga o'xshagan narsa chiqarishgan, ya'ni qog'oz bo'ladi va qog'ozda ularni devor quruvchi mas'ullarni ramzi bo'lgan, unga ko'ra suyak, bosh suyagi va ikkita suyak belgilangan, xuddi qaroqchilarning suyagiga o'xshagan qog'ozda ular o'zlari bilan doimo yurgan. Bir feodalning yeriga borib devor qilib bermoqchi bo'ladigan bo'lsa, birinchi uni ko'rsatgan, buni ko'rsatgan va ular izn bergandan keyin devor qurishni boshlashgan. Chunki bu josus emas ekan, bu mason ekan, demak bu bizga devorimizni qurib beradi deb unga ishongan. Va masonlar mana shunday yillar mobaynida keyin dengizlarga chiqishni boshlashadi. Dengiz bo'ylab sayohatlar natijasida istalgan yerlariga bu qog'oz bilan kira olishgan. Chunki bu demak josus emas, bu devor quruvchi mason sifatida obro'li bo'lishgan va xohlagan yerlariga kira olishgan. Va qaroqchilar esa qarasa bu hujjat hamma yerga o'tadi. Va sekin asta bu hujjat hamma yerga o'tgandan keyin o'zlari yana o'sha narsani bayroq qilib olib, har yerga kirish maqsadida, biz masonmiz deb kirish maqsadida, qaroqchilik qilish maqsadida mana shundan o'zlarini bayroq sifatida foydalanib kelishgan. Lekin asli bu demak bayroq mas'ullarga tegishli, mas'ullar qaroqchilar esa mas'ullardan olib olishgan, istalgan yerlariga kirish va qaroqchilik qilish maqsadida. Mason lojalari qayerdan paydo bo'ldi desangiz, o'rta asrlarda misol uchun Yevropada ibodatxonalar ko'p qurilgan. Ana shu ibodatxona quruvchilar qayerda yashaydi? Tabiiy holatda ibodatxonani oldida bir uychada dam olishadi, o'sha yerda hayot kechirishadi to ibodatxona bitgunigacha. Ustalar o'sha yerda hayot kechiradi, dam olishadigan joyi o'sha yer. Va o'sha yerda sekin asta mana shu narsa rivojlanib, endi ustalardan tashqari zargarlar va yana o'z navbatida temirchilar, tijoratchilar kelib bir-birlari bilan ana o'sha uychada suhbat qilishni boshlashadi. Va oxir-oqibat bir kunni belgilashadi. Aynan yakshanba kuni belgilanadigan bo'lsa, yakshanba kunni belgilab, ana o'sha yerda yakshanba kuni barchalari yig'ilishib, bir-birlari bilan suhbat qurishadi. Suhbatlar har xil turda bo'lishi mumkin. Faqatgina misol uchun inshoot sirlari, tijorat sirlari haqida emas, balki keyin siyosat haqida, ish haqida, katoliklarni, ya'ni cherkovlarning adolatsizliklari haqida gaplashishni boshlashadi. Mana shunday holatda lojalar, ya'ni ilk mason lojalari paydo bo'ladi. Ilk mason lojalari degani ilk mason uychalar. Ya'ni ular ilk avval mana shu narsalar haqida gaplashgan. Inshoot haqida, quruvchilik haqida gaplashgan, keyin bo'lsa tijorat haqida gaplashgan, siyosat haqida, keyin din haqida va sekin-sekin qattiqlashib falsafiy tushunchalarga sho'ng'ib, Xudoni qanday topish masalalari haqida ham gaplashgan. Ya'ni o'sha davrning eng muhim insonlari yig'ilishib, Xudoni qanday topsak bo'ladi deb falsafiy bir-birlari bilan fikrlashadi. Ya'ni mason lojalari oddiy quruvchilik sirlari haqida gaplashadigan guruhdan qiyin masalalar, ya'ni falsafiy masalalar, Xudoni qanday topish masalalari haqida gaplashadigan guruhga aylanib qoladi. Ya'ni masonlarning tarixi mana shunday. Buni hech qaysi bir tarixchi inkor qilmaydi. Zamonaviy masonlik 1717-yili 24-iyun kunidan boshlangan deyiladi. 18-asrdan keyin bu masonlik moda holatiga keladi. Ya'ni men masonman deyishlik shunchalik moda holatga tushib qolishadi. 18-asrlarda, ya'ni 1700-yillarning o'rtalaridan kelib. Ungacha mason bu tabiiy holat qabul qilingan, bu mason ekan deb bunchalik qiziqishmagan. Lekin 18-asrdan keyin juda kuchli mutafakkirlar, Walter kabi juda kuchli mutafakkirlar mana shu mason lojalariga, mason majlislariga qatnashgandan keyin aholi bu mason bo'lish bu yuqori bir martaba ekan deb mason bo'lish ko'payib ketadi 18-asrdan keyin.
va hozirgi kunda mason lojalari 30 mingdan ortiq joyda mason lojalar bor. Ya'ni mason majlislar bor. Xuddi o'sha Qashqarlar makoniga o'xshagan majlis qiladi bular. Mana shu narsa dunyoning 30 mingta yerida joylashgan va bu albatta ruxsat berib qo'yilgan va masonlardan hech qanday xavf davlat kutmaydi va shu sababli ham bularga ruxsat berib qo'ygan va dunyo bo'yicha esa 10 millionga yaqin mason mavjud deb statistikalar ko'rsatadi. Ya'ni masonlar juda ham ko'p, bu tabiiy holatga aylanib qolgan. Ya'ni bir kishi men masonman deydigan bo'lsa, albatta undan xavfsirab, bu xoin, bu noyob inson deyish hojati yo'q, chunki juda ham ko'plab holatda kuchli davlatlarda masonlarni uchratish bu tabiiy holat. Hozirgi kunimizda ham. Masonlikda hozirgi kunda ikki xil tizim bor. Misol uchun, birinchisi shved tizimi deyiladi. Shved tizimida, shved masonligida asosan birinchi shart xristian bo'lish kerak. Ya'ni inson xristian bo'lsagina ana o'sha shved masonligiga kira oladi. Va ikkinchi tizim ham bor, bu ingliz tizimi deyiladi. Ingliz mason tizimi deyiladi. Bunda shubhasiz ingliz tizimida qaysi dindan bo'lishi muhim emas. Lekin mana shu yerda to'xtalib o'tishimiz kerak. Mason deganda bizda noto'g'ri bir tushuncha paydo bo'lgan. Bu mason degan insonimiz xudosizga chiqadi, ya'ni ateist deyiladi va satanist yoki shaytonga ibodat qiladigan deb fikrlab qolganmiz. Aslida mason unday emas, ya'ni na ateist, na satanist. Mana shu ateist bilan satanist, ya'ni shaytonga ibodat qiladigan bilan xudosizlarni ajratib olishimiz darkor. Va mana bu Nevzat Tarxonning Psixologik urush kitobida satanistlar to'g'risida juda ham muhim ma'lumotlar berib ketilgan. Ya'ni shaytonga ibodat qiluvchilar, ya'ni o'zbek manbalarida faqatgina ehtimolan faqat mana shu kitobda mavjud satanistlar to'g'risidagi ma'lumotlar. Hozir bu to'g'risida sizlarga satanistlar to'g'risida o'qib beraman. Nevzat Tarxon shunday yozadi: mushuk va kuchuklarni o'ldirish, ya'ni hayvonlarni o'ldirish, ibodatlarni masxaralash, muqaddas narsalarni pastga urish, zaiflarni qiynash, tajovuz, guruhli jinsiy aloqa, giyohvandlik, qora sehr va sehr o'yinlari kabi ishlar satanistlarning belgilari deydi. Satanistlar, ya'ni shaytonga ibodat qiluvchilarning belgilari deydi. Va yana qo'shimcha 3 ta narsa ham bor, bu qora rang. Ularning belgisi ham qora rang, qorong'ulik va baland tonli musiqalar. Bu musiqa ularning ichki hayqirig'i ifodasidir deydi. Ya'ni musiqaga juda ham bog'lanib qolishgan. Va bu yerda o'z navbatida satanist bo'lgan o'smirlarni ham fikrlari ko'rsatib qo'yilgan. Misol uchun, bir satanistning fikri shunday ekan. Bir satanist bo'lgan, ya'ni shaytonga ibodat qiladigan o'smirning fikri shunday ekan. Odamning tangri qarshisida ojiz qolishidan nafratlanaman. Men bu dunyoga o'z xohishim bilan kelmadim. Nima istasam qilaman deb fikrlaydi. Bir satanist bo'lgan yigit. Va yana bir o'smir aytadiki, bu zolim dunyoga men o'z istagim bilan kelgan emasman. Haqiqiy Tangri bo'lmasa, men ham bu dunyoda bo'lmasdim. Tangri hech qachon biz bilan bo'lmadi. Ya'ni tushunib turibsiz, bu satanistlar, ya'ni shaytonga ibodat qiluvchilar, bular ateist emas. Ya'ni ateist degani Xudoni inkor qiladi degani. Ya'ni ateist degani Xudo yo'q degani. Lekin bu satanistlardan kelib chiqib turibdiki, ular Xudo borligini tasdiqlaydi. Ya'ni Xudo bor deydi, lekin biz bilan bo'lmaydi. Ya'ni Xudodan arazlagan odamlarga o'xshab fikrlari gapiradi. Ya'ni satanistlar. Va so'zini davom ettiraman bu satanist o'smirni. Agar istaganimni qila olmas ekanman, yashab nima qilaman? Men hech kimga hisob berishni istamayman. Xudo shaytonni isyoni uchun jazoladi va quvdi. Shayton mendan hisob so'ramaydi. Shuning uchun unga e'tiqod qilishni ma'qul ko'raman. Shaytonning isyonidagi ulug'vorlikni sevaman, deydi bu o'smir. To'g'risi bu satanistlarga, ya'ni satanistlar bu ko'pincha o'smirlar bo'ladi, ya'ni aqli joyida bo'lmagan, depressiyaga tushib qolgan, butunlay qo'rquvda bo'lgan inson o'zini butun nafs jilovini qo'yib yuborgan holatda, Xudoga isyon qilgan holatda, Xudo arazlagan holatda dedim-ku, arazlagan holatda bo'lgan yoshlar, asosan yoshlar bo'ladi. Aqli raso inson bu satanist bo'lmaydi. Bu yerda o'sha Nevzat Tarxonning o'sha satanistlar to'g'risida mana shu psixologik urushda ma'lumotlar bor. Va o'z navbatida bu kitobni tavsiya qilib o'taman, chunki bu kitobda
faqat satanistlar to'g'risida emas, balki hozirgi siyosiy holatlar, masalalar, tarixdan misol qilib keltirgan holatda Gitlerni tutgan yo'llari orqali qanday qilib Gitler psixologik insonlarni nazorat qila oldi. O'z navbatida Chingizxonda ham bor mana shunday psixologik insonlarni nazorat qila olish va o'z navbatida musulmon podshohlardan ham misol keltirib ketilgan, misol uchun o'qiganimda Sulton Salimdan misol keltirgan juda ham psixologik urushlar amalga oshirib, psixologik yenggan insonlarni va mana shu to'g'risida Nizek Darxon bu kitobda to'xtab o'tgan. Bu kitobda men satanistlar bobini sizlarga o'qib berdim. Xo'p, mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak, masonlikning demak mana shunday ikkita tizimi ham bor va bundan boshqa tizimlar ham bor. Shunchaki misol keltirdim. Masonlik ilk boshdan bu davrgacha sekin asta o'zgarib bordi. Misol uchun ilk boshda musulmonlar, ayollar masonlikka qabul qilmasdi. Yana o'z navbatida qora tanlilar ham mason bo'la olmasdi hech qachon. Lekin yillar sayin bu o'zgarib ketdi. Hozirgi kunda misol uchun Buyuk Britaniya lojasiga qaraydigan bo'lsangiz, ya'ni Ingliz buyuk lojasiga qaraydigan bo'lsangiz, u yerda qora tanlini ham topasiz, ayol kishini ham topasiz va musulmon kishini ham, hinduni ham topasiz u yerda. Ya'ni masonlik nisbatan erkinlashib bordi yillar sayin. Hozirgi kunda shunday. Endi masonlikdagi asosiy unsur bu daraja hisoblanadi. Ya'ni insonni masonlikda darajasi ko'tarilib borgan sari u haqiqatni topadi deb masonlar fikrlaydi. Ya'ni oydinlikni topadi, Xudoga shunchalik yaqinlashadi, darajasi oshgani sari deyishadi. Qisman bilasizmi, mana shu masonlik ham aynan tasavvufdan olinganga o'xshaydi. Chunki tasavvuf bilasiz, payg'ambar alayhissalomdan keyin 100 yil, 200 yillardan keyin keng yoyilib, ko'tarilgan, ko'paygan. Ya'ni Xudoga yetishish yo'li bu tasavvuf. Xudoni topish yo'li, avliyolar barchasi mana shu tasavvuf orqali o'tgan. Mana shu tasavvufdagi darajalar orqali avliyolar Xudoni topgan, Xudoni do'stiga aylangan. Va xuddi shunday masonlikda ham mana shunday unsurlar ko'zga ko'rinadi. Ya'ni ko'p jihatlari aynan islomdagi tasavvufdan olinganga o'xshaydi. Va bu menimcha tabiiy holat u davrda, chunki Yevropada asosan sharqdagi musulmonlar havas qilingan. Va sharqdagi musulmonlar albatta o'z navbatida tasavvuflari bilan juda ham mashhur bo'lishgan. Mana shunday guruh bo'lib, guruh holda zikr qilishlar, tasavvufdagi. Mana shundan ta'sirlangan bo'lishi mumkin ba'zi bir insonlar va mana shunday masonlik keyin kelib chiqqan. Chunki ular aytadiki, ya'ni ularning fikri bo'yichaki bizning maqsadimiz Xudoni chuqur o'rganish, bilish, falsafaga chuqur sho'ng'ish va Xudoni topish. Ya'ni darajamiz ko'tarilgani sari Xudoni oldidagi bo'lgan darajamiz ham ko'payaveradi deyshadi. Va ingliz tizimida 3 ta daraja bor. Bu birinchi darajasi shogird, keyin usta yordamchisi va usta. Va shu bilan ustalikdan keyin u haqiqiy eng katta masonga aylangan bo'ladi. Va yana boshqa mason lojalari bor. Aytdimku, boshqa masonlar ham bor. Ularda eng yuqorisi 33 darajagacha chiqadi. Ya'ni yilma-yil o'zini darajasini ana o'sha masonlikka kirganlar o'zini martabasini oshirib boraveradi. Masonlikka nima uchun kiradi desanglar, misol uchun general Kutuzov ham juda ham mashhur mason hisoblanadi. Ruslarning generali Kutuzov ham juda ham mashhur mason hisoblanadi. Uni aytishi bo'yicha men nafsimni jilovlashga qiynalardim, shu sababli masonlikka kirdim deydi Kutuzov. Ya'ni nafsimni jilovlash uchun masonlikka kirganman deydi. Va masonda o'sha darajasi qanchalik oshgan sari marosimlari bor o'zining. Juda ham har xil marosimlari bor. Ana shu martabasi ko'tarilgan, darajasi ko'tarilgan nomzod birinchi navbatda bir tafakkur xonasiga kirgiziladi. Ustozi unga yechinishini aytadi. Odam faqat ko'ylak va ishtoni qoladi xolos. Ko'zlari va qo'llari orqadan bog'lanadi. Shu bilan ibodatxonani oldiga olib kelinadi. Marosim ustozi 27 marta qilichi bilan eshikni taqillatadi va bir xonaga kirishadi. Nozir ana o'sha xonada bir to'pponcha bilan havoga o'q uzadi. Va bu ular uchun qullikdan uni ozod qildik degan narsani ifodalaydi. Keyin kiyimini kiydirishadi bu nomzodni, ya'ni darajasi oshgan nomzodni. Keyin ana o'sha katta nozir qilichini orqasi bilan 2-3 marta uradi qilichini orqasi bilan, so'ngra salomon deb, ya'ni Sulaymon ma'nosida salomon degani Sulaymon alayhisalomga nisbatan aytiladi. Salomon deb keyin gapirishadi. Mana shunday marosim, mana shunday g'ayritabiiy o'tishadi va yana g'alati bir marosimlardan bittasi ana o'sha Qashqarlar makoni serialidagi masonlar bir yerga yig'ilishadi, o'rtada bitta katta olov yoqishadi.
va olov yoqilingandan keyin qo'zichoq olib kelinadi va qo'zichoqni tiriklayin ikkita oyog'ini va boshini yulib olib, ya'ni olib, ana o'sha olovga tashlashadi. Mana shunday g'ayritabiiy marosimlari mavjud. Bularni barchasi ana o'sha mason bo'lgan insonni xotira kitoblaridan olingan. Xotiralarida masonlikda mana shunday narsalarga guvoh bo'lganligi uchun mana shu narsalar bizgacha yetib kelgan. Albatta masonlarga tegishli o'zini xotira kitoblari bor, lekin bizni albatta O'zbekistonda mavjud emas, lekin tashqi davlatlarda albatta bu kitoblarni topish osonroq nisbatan. Aynan masonlar yozgan kitobni va u yerda masonlarga bog'liq marosimlar va tarixi barchasi yoritilgan. Endi eng qizig'i masonlarning ishoralariga kelsak, biz bilamizki, masonlar rostdan ham yopiq guruh va maxfiy guruh va o'zini maxfiy ishoralari mavjud. Misol uchun, masonlar so'rashayotgan paytida bosh barmog'i bilan so'rashadi. Mana bunday qilib bosh barmog'i bilan. Narigi inson u ham bosh barmog'ini ko'rsatish kerak va ikkita bosh barmoq bir-biri bilan tegish kerak. Ya'ni agar kimdir siz bilan mana shunday so'rashayotgan bo'lsa, bilingki u mason bo'ladi. Ya'ni masonlar dunyoda faqat shu guruhgina mana shunday so'rashadi. Ya'ni bosh barmog'ini oldinga qilgan holatda so'rashadi. Va yana bitta masonlarning belgilaridan qo'llarini, o'ng qo'llarini mana shu yerga tiqib olishadi. Mana shu yerga tiqib, mana shunday qilib qo'yib olishadi. Xuddi hozirgi ko'rib turganingizdek Napoleonning rasmiga o'xshab. Albatta Napoleon ham katta ehtimol bilan mason bo'lgan, chunki uning 4 ta ukasi mason bo'lganligi aniq. Buni tarixchilar shubhalanmaydi, Napoleonning 4 ta ukasi mason bo'lganligi. Lekin Napoleonga keladigan bo'lsak, albatta unda masonlarning ta'siri bo'lgan deyshadi Napoleonda. Va Napoleonni mana shunday rasmda tushishi, mana shunday qo'llarini tiqib olishadi, mana shunday rasmga tushishi ham bejiz emas, aynan masonligini ifoda qilish uchun tushgan. Va o'z navbatda mana shunday rasmga tushishni Stalin ham yaxshi ko'rgan va ko'p holatda mana shunday rasm tushgan. Ya'ni bir jaket bo'ladi ustida va jaketning ichiga tiqib olishadi. Asosan bu qachon qilinadi? Qachonki masonlarda kirayotganda qasamlari bor, o'ziga xos qasamlari bor. Ya'ni yashirish to'g'risida, masonlikka tegishli bo'lgan maxfiy narsalarni yashirish to'g'risida qasamlari bo'ladi va mana shu paytda qo'llarini mana shunday tiqib olgan holatda qasam ichadi. Va har bir inson o'zini dinidagi muqaddas kitob bilan qasam ichadi. Hozirgi kunda ham shunday. Masalan, musulmon bo'ladigan bo'lsa, qo'liga Qur'oni Karim beradi, qo'liga Qur'oni Karim ushlagan holatda, qo'lini tiqqan holatda qasam ichadi. Yoki bo'lmasa xristian bo'lsa Injil beriladi, yahudiy bo'lsa Tavrot beriladi. Hamma dinni o'zini muqaddas kitobi berilib, o'sha bilan qasam ichishadi. Ya'ni masonlikning mana shunday g'ayritabiiy holatlari va qasam ichishlari mavjud. Endi ishoralarga davom etmoqdamiz. Masonlarni hali aytib o'tganimdek, bolg'a bu albatta kuch belgisi hisoblanadi va o'z navbatda lapatka ham bor. Bu ham masonliklarning belgisi hisoblanadi. Suyaklar va bosh nima uchun ularni belgi sifatida qabul qilib olishgan desa, masonlar aytish bo'yicha bu albatta bizga Xudoni eslatib turadi, ya'ni o'limni eslatib turadi. Doim o'limni eslab turishimiz uchun bu bizni ramzimiz deb fikrlashadi, ya'ni ramz deb olishgan. Ikkita uchburchak qo'shilingani va o'rtadan dumaloq doira shaklidagi, xuddi Isroil davlatidagi o'sha belgiga keladigan bo'lsak, bu ham masonlarning eng asosiy belgilaridan hisoblanadi. Bu ikkita uchburchak ham. Buni albatta Davud yulduzi ham deyiladi. Albatta Davud alayhisalomga borib taqalgan. Davud alayhisalom aynan Jolut bilan bo'lgan urushga kirgan paytlarida chap qo'llariga bir qalqon taqib olganlar va qalqon ustida mana shunday uchburchak, ikkita uchburchak birga birlashtirilgan ramz aks etganligi uchun buni masonlar o'zlariga ramz sifatida olishgan. Ya'ni qisman olganda masonlarni ko'p odatlari albatta bu yahudiylikdan kelgan va buni tan olish kerakki, sionistlarning boshidagi ko'p insonlar bu mason bo'lgan. Lekin bu sionist, bu mason degan gap noto'g'ri. Lekin sionistlarning ko'p qismi albatta shubhasiz mason bo'lgan. Lekin bu mason bo'ldi, bir musulmon mason bo'lgan bo'lsa, uni sionist deyish ham to'g'ri kelmaydi. Bu haqida hozir keyinroq gaplashamiz. Yana o'z navbatida masonlarning asosiy belgisi G harfi bilsanglar. Masonlarning o'zi ham bilmaydi bu ramzlar qayerda kelib qolganligini. Shu sababli G ni ham ular aniq bilmaydi. Ular har doim 4 ta narsa G deydi. 4 tadan bittasi. Birinchisi geometriya bo'lishi mumkin deydi. G va God, ya'ni Xudo ma'nosida bo'lishi mumkin inglizchada. G va genius bu ya'ni aqlli, daho degani bildirilishi mumkin va yana 4-inchisi
bu gravitatsiya degan so'zlar ham bor, ya'ni 5-deb generation deydi, ya'ni avlod deydi. Mana shunday G ga har xil ta'birlar berishgan, lekin G ni aniq nima ekanligini mas'ullarning o'zi ham bilmaydi. Yozgan manbalardan, yozgan kelgan manbalardan ma'lumotlar shuni ko'rsatadi. Endi dollardagi ko'z mas'ullarnikimi desangiz, ro'para to'ppa-to'g'ri bu mas'ullarga tegishli, buni hech kim shubha qilmaydi. Nimaga aynan dollarda bu mas'ul ko'z bor? Demak, dunyoni ular boshqarar ekanda, o'shaning uchun dollarga qo'yilibdi-da desangiz, albatta davlat, Amerika davlatini quruvchilari George Washington, Benjamin Franklin barchasi bular mason bo'lgan. Barchasi. Ana o'sha quruvchilardan ro'ppa-rosa 15 kishi mason bo'lgan va eng mashhurlari Washington, Benjamin Franklin bular barchasi mason bo'lganlar va bu tabiiy holatda bu albatta Amerikada bu masonlikning ta'siri nisbatan kattaroq. Lekin bundan dunyoni boshqarar ekan degan xulosa qilishga shoshilmaslik kerak, chunki hali aytganimdek Amerika bu Benjamin Franklinlar yoki Washingtonlar mason bo'lishlariga qaramay osonlik bilan qaysidir bir chetdan kelgan yordamlar bilan Amerikani ozod qilishmagan. Ular juda ham kuchsiz bo'lishgan, lekin orqalarida kuchli bir aholini yig'ib qiyinchilik bilan Britaniyaga qarshi qattiq kurashlar natijasida Amerikani ozod qilishgan. Ya'ni bular qudratli bo'lishmagan. Ana o'sha 15 ta Amerikani qurganlardan 15 tasi mason bo'lganligi aniq. Xo'p, masonlik hali aytib o'tdimki, 18-asrlarga kelib moda holatiga keldi deb aytdim, chunki Graf Cagliostro ismli bir sehrgar bor edi, bir falsafachi, lotereyalarni topadi, o'zicha 300 yildan, 300 yil, 500 yildan beri yashayotganligini da'vo qiladi. Mana shunday har xil da'volar bor sehrgarligini ifodalarida va juda ham mashhurdi. U ham misol uchun masonligini aytib o'tgan. Kim sansa desa, men masonman deb zikr qilib o'tgan va yana o'z navbatida o'z davrining eng buyuk faylasuflari va mutafakkirlari hisoblangan Voltaire, Thomas Jefferson, John Locke kabi faylasuflar ham aynan mason bo'lgan va mana shu masonlar keyinchalik, aynan mana shu faylasuf mutafakkir masonlar keyinchalik Fransiyada inqilob bo'lib podshohni ag'darilishiga sababchi bo'ldilar. Bu aniq, chunki bular sababli ham podshohga bo'lgan isyon ko'tarildi. Mana shularning ko'p fikrlashi, da'vati natijasida isyon ko'tarildi va podshoh ag'darildi. Mana shu ag'darilgandan keyin, mana shunday mashhur insonlar, mashhur mutafakkirlar mason bo'lgandan keyin, masonlar to'g'risida, masonlar qudratli degan tushuncha shundan keyin paydo bo'ldi. Ya'ni Fransiyada podshoh ag'darilgandan keyin va buni tagida kim turibdi desa, aynan Fransiyadagi mashhur mutafakkir bo'lgan masonlar turibdi. O'sha yerdagi aholi yo'ydiki, butun yerlarga masonlar hamma yerda. Chunki masonlarning lojalari har yerda bo'lgan. Masonlar har yerda va ular podshohni ag'darishni maqsad qilishgan degan tushuncha paydo bo'ldi. Va ana o'sha masonlarning kuchi ana shundan keyin boshlandi. Ya'ni Fransuz inqilobidan keyin va undan keyin Britaniyada ham, Germaniyada ham va boshqa davlatlarda ham masonlarning qudratli kuchi bor va ular podshohni ag'daradi, o'rniga o'zi mason bo'lgan, o'ziga yaqin bo'lgan odamlarni podshoh qilib qo'yadi va masonlar mana shunday kuchli degan tushuncha Yevropani o'zida tarqalgan. Bu shunchaki albatta tushunchadan iborat xolos edi. Bu ham bitta sababi aynan o'sha Fransiya inqilobida masonlar ishtirok etganligi tufayli edi. Va mason lojalari albatta har yerda bo'lganligi tufayli ham bu bir sabab bo'lishi mumkin. Lekin masonlar juda katta qudratli kuchlar, dunyoni boshqaradi deyish ham ehtimoldan, lekin bu juda ham yiroq. Va yana o'z navbatida yana bir ma'lumot topildiki, 33-darajadagi mason bo'lgan Albert Pikening maxfiy xatlari topiladi. Bu William Carr tomonidan topiladi. Va bu xatda quyidagilar yozilgan ediki, masonlik tafakkurining buyuk maqsadiga erishish uchun eng avvalo bir jahon urushi boshlashimiz kerak. Shu orqali biz Rossiyadagi Chor podshohning hukumatini, kuchini zaiflashtirib, u yerda kommunizm va ateizmni yoyishimiz mumkin bo'ladi. Kommunizmni butun dunyoga yoyish orqali boshqa o'lkalarni zaiflashtirishga ega bo'lamiz. Albert Pike aytmoqdaki, bu xatida bu Birinchi jahon urushidan oldin yozilgan, ya'ni 1890-yilda avvalroq yozilgan bu Albert Pike va bunda aytmoqdaki, Birinchi jahon urushi chiqarishimiz kerak va kommunizmni qayerga hokim qilishimiz kerakki, nima uchun? Chunki podshohlarini ag'dara olishimiz mumkin bu orqali, kommunizm orqali deb fikrlamoqda.
Va bu xatida davom etib quyidagilarni aytadiki, yana bundan keyin esa ikkinchi jahon urushini chiqarishimiz kerak. Buni amalga oshirishimiz uchun esa fashistlar va sionistlar o'rtasida nizo chiqarishimiz darkor. Ismlari natsist bo'lganlarni urushni so'ngida yo'q qilishimiz va Falastinda Isroil davlati qurishimiz kerak bo'ladi deb aytgan Albert Payk o'zini xatida. Bu albatta hali aytib o'tganimdek 1890-yillar oldin yozilgan, chunki 1891-yilda Albert Payk o'lgan. Bu xat Albert Payk deb topilingan. Bu %100 to'g'ri xat deb biror narsa deya olmayman, lekin mana shunday xatlar ham topilingan. Lekin ishonchli ekanligiga biron bir narsa deya olmayman, lekin bu noma'lum, buni ishonchliligi to'g'risida. Demak, bundan kelib chiqadiki, mana shunday har xil xatlar tufayli, mana shunday fitna nazariyalari tufayli, demak, mas'ullar, demak, juda ham qudratli kuch degan fikrlar tarqalgan ba'zi odamlar. Endi bunga ba'zi odamlar ishonadi, ba'zi odamlar ishonmaydi. Mashhur mas'ullardan yana biri bu Mozart hisoblanadi. Va o'z navbatda Gitlerning ham albatta mas'ullar bilan aloqasi bor, chunki Gitler tarixda eng ko'p mason qirgan inson hisoblanadi, chunki statistika bo'yicha 50 mingdan 200 mingga yaqin mason Gitler davrida o'ldirilgan. Chunki Gitler masonlarni aynan sionistlardan, ya'ni yahudiylardan deb bilgan. Sionistlardan emas, aynan yahudiylardan deb bilib, masonlarni qayerda ko'rishdan qat'iy nazar o'ldirishlikka buyruq bergan. Shu sababli ham masonlar Gitler davrida o'z inlariga kirib ketishadi, ya'ni Gitler ularni qirg'in qilib tashlaydi. Endi mana shu yerda musulmon mas'ullarga to'xtaladigan bo'lsak, albatta musulmon mas'ullar bo'lganmi desanglar, albatta musulmon mas'ullar bo'lgan. Hali aytdim-ku, mas'ullar davr o'tib musulmonlar ham mas'ul bo'la olishi mumkin bo'ladigan davr keldi deb. Ana o'sha davrda Turkiya, Fars, Malayziya va Livan davlatlarida albatta mason lojalari mavjud va mana shu 4 ta davlat albatta masonlikni tan oladi va qabul qiladi. Ya'ni mas'ullarga imkon beradi va ular uchun mas'ullar katta xavf deb bilishmaydi bu musulmon davlatlar. Qolgan musulmon davlatlar albatta mas'ullarga ishonmaydi, ishonqiramay qaradi yoki haligi aytganimdek fitna nazariyalari bilan qaraydi, lekin mana shu 4 ta davlat lekin mas'ullarga nisbatan ishonadi. Shu sababli ham mason lojalarini ochishga imkon beradi, lekin boshqa musulmon davlatlarda albatta mason lojalari yo'q. Xo'p, o'zi musulmonlardan mas'ullar chiqqanmi degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, albatta bu yerda eng ko'p musulmonlardan, eng mashhur musulmon mas'ullardan biri bu 5-Murod bo'ladi. Ya'ni Usmoniy podshohi, xalifa sifatida o'tirgan Usmoniy podshohi 5-Murod, ropparosi Abdulhamiddan oldin o'tirgan 5-Murod. 5-Murodda mason ekanligi %100 tarixchilar tomonidan tasdiqlangan 5-Murodda. Va 5-Murodni o'rniga Abdulhamid o'tiradi va 5-Murod albatta hali aytganimdek uy qamog'iga o'tiradi, lekin mas'ullar o'sha yerda ham baribir Turkiyada kuchi bo'lgan mas'ullarni nima bo'lsa ham o'zlarining tarafdori bo'lgan 5-Murodni, Abdulhamidni ag'darib 5-Murodni o'tirg'izmoqchi bo'lishgan. Lekin hali aytib o'tganimdek bunga Abdulhamid izn bermagan. Va o'z navbatda Abdulhamidni ag'dargan Ittihod va Taraqqiy, ya'ni Jon turklar deyiladi yoki Ittihod va Taraqqiy, ya'ni yosh turklar, Otaturk o'shandan chiqqan, endi Anvar Posho biladigan deyiladi va Talat Pashalar, bular barchasi ana o'sha Ittihod va Taraqqiy va Jon turklar hisoblanadi. Mana shu yosh turklardan ham albatta masonlikka a'zo bo'lganlar bo'lgan. Chunki ular ko'proq g'arbparast bo'lgan. Hali aytgan o'tganimdek, g'arbparast bo'lganligi uchun masonlikda albatta hech qanday bir zarar ko'rmagan, balki masonliklarning kirish sabablari hali aytganimdek o'zlarini dunyo qarashlarini rivojlantirish bo'lgan. Dunyoda qanday yangiliklar, siyosatda qanday o'yinlar qilinmoqda, ana o'shalarni bilish uchun ham Turkiyadagi ba'zi yosh bo'lgan musulmonlar ham bunga kirgan. Va o'z navbatda menda aynan mana shu yahudiylarning 1000 yillik rejasi nomli bir kitob bor va unda mas'ullar to'g'risida mana shu yerda ma'lumot topganman va mas'ullar to'g'risida, ya'ni Usmoniylardan o'tgan turk mas'ullar to'g'risida umumiy nomlarigacha yozilgan, kimlar mason bo'lganliklari to'g'risida umumiy hisoblab chiqishim bo'yicha 500 dan ortiq masonlar mavjud bo'lgan. Birinchisi 5-mana ko'rinib turgan bo'lsa agar, yana yaqinlashtirib ko'rsataman, 5-Murod bo'lgan, eng mashhuri.
Bu masonlarning ichida eng mashhuri 5-Murod va yana o'z navbatida ikkita shahzoda bor bu masonlarning ichida, ya'ni Turkiyadagi masonlarning ichida va undan keyin esa vazirlar, sadrazam, vazirlar, masonlar bor. Keyin moliya vaziri, nozirlar, bular barchasi mason bo'lganlar. Bular ham ko'pi davlat ishida ishlagan, tashqi ishlarda ishlaganlar ham mason bo'lgan. Ya'ni ko'rib turibsizki, Turkiyani, ya'ni Usmoniylarning ichida, xalifalik, Usmoniylar xalifaligining ichida juda ham ko'p masonlar bo'lgan. Ya'ni ular bu masonlikni juda ham katta xavf deb bilishmagan va buni tabiiy holat qabul qilishgan, chunki har yerda mason lojalari bo'lgan va ular buni tabiiy holatda qabul qilib, shunchaki o'zimizni dunyoqarashimizni shakllantiramiz, falsafaga sho'ng'ib, bir-birimiz bilan ilm majlisi qilamiz degan maqsadga kirishgan. Endi zamonaviy usulda hali aytib o'tganimdek. Va yana eng qizig'i mana shu listani oxirida qiziq nuqta Muso Kazim afandi Shayxul Islom, ya'ni 3 ta Shayxul Islomning ismi ham bor, ya'ni din olimlari ham buni tan olish kerak. O'sha davr Usmoniylardagi din olimlari ham masonlikka kirishgan. Muso Kazim afandi bittasi Izziddin afandi va Xayri afandilar. Bular ham va mudarris o'qituvchilar ham shubhasiz masonlikka kirishganlar va ular uchun hali aytgan nima uchun kirgan desangiz, hali sabablar shu va o'zlarini fikrlari bo'yicha bu masonlik xavf deb bilishmagan. Masonlik bir dinni aks etadi deb bilishmagan bular va dunyoning har yerida shunday, masonlik bir dinni aks etadi deb bilishmaydi. Bizda asosan shu narsa shakllanib qolgan, sionistlar, ya'ni yahudiylar bu masonlikni aks ettiradi degan narsa, lekin bu butun tarixchilarning fikri bo'yicha mutlaqo inkor qilingan haqiqat, mutlaqo inkor qilingan narsa. Hozir bulardan ko'rinib turibdiki, masonlar to'g'risida hech qanday ijobiy fikr bildirmoqchi emasman, chunki albatta har yerda masonlarning xavfi bo'lgan, chunki ularning siyosatga aralashuvi bo'lgan, hali aytganimdek Abdulhamidni ag'darmoqchi bo'lgan, albatta islomga zarar bergan nuqtalari albatta ko'p bo'lgan. Lekin hali aytib o'tgandek yuqoridagi xayrsevarlik guruhlari, ba'zi yaxshi guruhlari ham bor. Buni ham qabul qilishimiz kerak. Ya'ni faqat falsafa bilan shug'ullanadigan, faqat fikr qilib o'tiradigan, lekin o'z navbatida haddan oshib ketib siyosat ustida fikr qiladiganlar, boshqa davlatlarning siyosatiga aralashadigan mason guruhlari ham bor. Buni inkor qilib bo'lmaydi buni albatta. Ya'ni masonlarni faqat ijobiy yo'l bilan qabul qilib bo'lmaydi, balki albatta salbiy jihati ham juda ham katta. Yana eng qizig'i 1988-yilda Gamburgda, ya'ni Germaniyada, Gamburgda Otaturkni buyuk mason deb nishonlashadi. Otaturkni buyuk mason deb nishonlashadi. O'zi aslida Otaturkni ba'zilar ko'pchilik mason bo'lgan deyishadi. Chunki nimaga desa, chunki Otaturk geometriya kitobini yozgan va masonlikda eng muqaddas bu fan bu geometriya hisoblanadi. Otaturk mason bo'lganligi uchun mana geometriya kitobini yozgan deyishadi. Lekin va yana o'z navbatda ba'zi ishonchsiz manbalar ham bor. U ishonchsiz manbalarga ko'ra Otaturk aynan Ittihod va Taraqqiyidagi, ya'ni Jon turklardagi o'z do'stlari bilan mason bir guruhga kirib chiqqanligi to'g'risida so'zlar mavjud, lekin bu ham umuman tarixchilar tomonidan tasdiqlanmagan. Va bu yerda uni aksi bo'lib turgan holat shuki, Otaturk davriga kelib Turkiyada masonlik butunlay taqiqlangan. Ya'ni masonlarni butunlay Otaturk o'zi uchun xavf deb bilgan va ularni olib chiqib tashlagan. Ya'ni Usmoniylar davrida taqiqlanmagan masonlar aynan Otaturkka kelgandan keyin mutlaqo tark qilinadi va chiqarib yuboriladi. Ya'ni Otaturk masonlarni Turkiyada oxiriga qoldirgan va undan keyin chiqarilgan. Va undan keyin Otaturkdan keyin, lekin Otaturk davrida umuman masonlar yo'q qilib tashalgan. Bundan bilinib turibdiki, Otaturkni hech qanday masonlar bilan aloqasi bo'lmagan. To'g'ri, Otaturk misol uchun 100% ijobiy shaxsiyat deb aytolmayman, lekin mason deyish tarixiy haqiqatlarga zid bo'lib turibdi. Nimaga deysizmi? Chunki hali aytganimdek, mason lojani, Turkiyadagi mason lojani yo'q qilgan, yopgan bu Otaturk hisoblanadi. Bu yerda misol uchun shu narsani aytib o'tishimiz kerak. Har bitta mason mana shu Turkiyadagi hozir aytdim 500 ta, bu kam 500 ta, aniq ma'lumotlar. 1000 tadan oshiq, balki 2000 tadir Turkiyadagi mason, musulmon masonlar. Lekin bularni dindan chiqqan, bular sionist, bular xoin deb bo'lmaydi. Chunki oralarida vatan uchun xizmat qilgan juda ham ko'plab insonlar bor. Ular haqiqatan ham bitta misol Talat Pasha. Talat Pasha shubhasiz Usmoniylar imperiyasida Usmoniylar uchun juda ham katta xizmat qilgan vatansevarlardan.
uni xoinligi to'g'risida bironta ma'lumot mavjud emas. Lekin masonligi to'g'risida bilitfot barcha mason deydi, lekin uni xoinligi to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Vatan uchun, millat uchun biron bir zarar yetkazganligi to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Shu sababli bularni barchasi sionist ekan, barchasi xoin ekan, ya'ni Turkiya uchun, xalifalik uchun barchasi xoin ekan degan gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ular albatta ichlarida albatta ba'zilari xoinlar ham bo'lishi mumkin, ba'zilari lekin hali aytib o'tgandek Talat Pashaga o'xshab sodiq, vataniga sodiq bo'lgan insonlar ham bor. Shu sababli bu mason deganda barchasida bu xoin degan fikr o'sha davr uchun mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Buni ham fikr sifatida aytib o'tmoqdaman. Endi oxirgi holat eng mashhur lider bo'lgan, eng mashhur rahbarlardan, musulmon rahbarlardan bo'lgan Saddam Husaynni masonlarga nisbatan tushunchasi juda ham salbiy bo'lgan. Saddam Husayn masonlarni qayerda topadigan bo'lsa yo'q qilishga harakat qilgan. Shu sababli ana o'sha Iroqdagi mason guruhlarini yo'q qilgan. Hattoki o'ldirishlikka ham buyruq bergan. Chunki Saddam Husaynga ham xabar kelganki, masonlar albatta Saddamni ag'darish niyatida ekanligi. Shu sababli ham masonlarni o'zi uchun Saddam juda ham katta xavf deb bilgan. Shu sababli ularni butunlay quritib yuborgan. Xuddi Gitler kabi ish tutgan. Xullas kalom xulosa qiladigan bo'lsak, masonlarni tarix haqida ozgina kirish qildik. Masonlar to'g'risida ba'zi bir ma'lumotlar berdik. Ularning marosimlari haqida, ishoralari haqida ma'lumot berdik. Albatta tarixini oladigan bo'lsak, kelib chiqishni oladigan bo'lsak, oddiy inshootchi, ishchi sifatida bir-birlari bilan oddiy gaplashib turishgan, suhbat qilishgan, ya'ni bir albatta fitna uyushtiramiz, dunyoni boshqaramiz deb tuzilgan jamiyat emas bu. Men fikrimcha albatta bu masonlik ilk boshda xuddi islom tasavvufidan olinganga, qismiy jihatlari, ba'zi jihatlari islom tasavvufidan olinganga o'xshaydi agar chuqur qaraydigan bo'lsak. Lekin hali aytib o'tganimdek, boshida bu masonlik ijobiy bo'lgan. Hozirgi kunda ham ijobiy qaraladi masonlikka, lekin hali aytib o'tganimdek, masonlikni umuman tahdid, xavfi yo'q deb bo'lmaydi. Chunki ba'zi bir ma'lumotlar ko'rilib turibdiki, albatta masonlar siyosatga ta'sir qilmoqchi bo'lgan, podshohlarni ag'darmoqchi bo'lgan holatlari ko'p uchraydi. Endi dunyoni mutlaqo boshqaradigan gap u bo'lishi mumkin emas. U shunchaki fitna nazariyasi, bitta nazariya xolos, umuman tasdiq topmagan nazariya, ya'ni dunyoni boshqaradi degan tushuncha. Lekin bir davlatdagi hokimiyatni ag'darish niyati bo'lishi mumkin albatta. Bir hokimiyat uchun, bir davlat uchun xavf bo'lishi mumkin masonlar. Chunki Saddamda uchradi. Chunki Saddamni ag'darish niyatida edi masonlar. Abdulhamidda bor. Abdulhamidda ham ag'darish niyatida edi. Mana shunday holatlar bor. Va o'z navbatda Fransiyada ham xuddi ag'darilgan. Masonlikni, zamonaviy masonlikni kelib chiqishi, ana hali aytgan o'tganimdek, ana o'sha masonlar Fransiyadagi monarxni ag'darilishi bilan kelib chiqqan. Shu sababli ham masonlarni mutlaqo ijobiy deb bo'lmaydi. To'g'ri, tarixi qisman ijobiy bo'lib shakllangan, lekin albatta ular bir jamiyat uchun men o'ylashimcha xavf va xatar hisoblanadi. Xulosa baribir o'zingizlarning tushunchalaringizni izohlarda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Bu video O'zbekistonda ilk masonlar to'g'risida keng yoritilgan videoga aylandi deb o'ylayman, chunki masonlar haqida qisman olganda chuqurroq to'xtalib o'tdik va illuminatlar to'g'risida ham batafsil video chiqishini xohlasangiz, bu videoga like bosib, izohlarda o'zingizlarning fikringizni qoldirib qo'yasizlar.